deylik mana bu narsa bor-ku. Erim mana psixologlarda mana bu gap chiqdi, juda ham jahlimni chiqaradi. Eringiz pul bermayaptimi? Demak, sizni samootsyenkangiz past, o'zingizni qadrlashingiz past, energiyangiz past deb ayollarni aybdorlikka kirgizib tashashadi. Keyin ayollar o'ylashadiki, erdan pul olish bu juda obro'li narsa yoki missiyaga ham aylanib qoldi. Eridan pul olmasa juda ham jahli chiqadi. Misol, konsultatsiyaga kelganda ham erim menga pul bermaydi. Хорошо, qorning och qoldimi? Yo'q. Yoki usting butmasmi? Yo'q. Yoki bo'lmasam boshqa tashqi narsang kamchiliging bormi? Yo'q. Kerakli narsang olmayaptimi? Ha, nima qilibdi unda? Prosta rizqing erdan kelishini xohlavatsan, xolos, unisi Allohdan so'ra. Baribir ham ering pul bersa bermasa ham sen yashaysan. Senda pul bo'ladi, senda obro' e'tibor, hamma narsa bo'ladi. Chunki rizqing undan emas. Sen uni yagona man bilan tenglashtirib qo'ymagin deyman-da. Men 3 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog Iman Ahmedovna 71 mingdan ortiq ayol qizlarning oiladagi munosabatlarning tiklanishi, qarzlardan xalos bo'lishiga sababchi bo'lganman. Pulga bo'lgan qo'rquv hamda kambag'allikdan qanday chiqishni 20, 21, 22 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan bepul darsimda o'rgataman. Bepul darsda qatnashish uchun profil biosidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting.